Bismillahirrahmanirrahim. Ey Parvardigorim, Qodir Allohim, ihsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Alloh o'zing rozi bo'lgan, shu qilgan ihsonlarini dargohingda qabul aylagin. Allohim, roza Ramazon oyida, hayit kunida Allohim qo'ldan kelgancha ihsonga hissasini qo'shgan bandalaringni o'zing rozi bo'lgan. Bilib bilmasdan qilgan xatolarini, gunohlari bo'lsa Alloh o'zing kechirgin. Qalblaridagi nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad tilaklari bo'lsa Allohim ro'yobga chiqargin. Bemorlari bo'lsa Alloh dardlariga shifoi komil bergin. Baxt talablarga baxt bergin, farzand talablariga Alloh qilgan ihsonlari haq hurmati shirindan shakar o'g'il qiz farzandlar bergin. Ularni umri bilan, rizqi bilan, oyda husni bilan, insof, iymoni, diyonati bergin. Allohim ishi yurishmayapti turganlar ish yo'lini, omad yo'lini, davlat yo'lini ochgan, qarz bo'ladi, mushkullarni oson qilgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Alloh yaxshilarga yondoshtir, yomonlardan uzoqlashtirgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Allohim hamisha o'z panohingda asragin, to'g'ri yo'lingni adashtirmagin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaring Allohim qalbida nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad bilan musofir yurtda yurishibdi. Allohim shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgin. Tez kunda oilasini, ota-onasini bag'riga tarni joni sog' bo'lib, boy badavlat bo'lib, yorug' yuzli bilan birlari ikki bo'lib kelishni nasib ro'za aylagin. Allohim qolgan bandalaringni qalbida nimaki yaxshi orzu-niyatlari bo'lsa Allohim o'zing ko'rgutsan, bilgutsan. Albatta shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgan. Allohim ihsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Allohim o'zing rozi bo'lgin. Shu insonlarni o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'zini to'g'ri yo'lini adashtirma, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohim shu ihsonga hissasini qo'shgan bandalaringni Allohim hech biriga dard bermagin. Allohim Robbim menga dard berib sinayapsan, lekin shu bandalaringni Alloh tani jonini sog' qilib, umrini uzoq qilib, rizqini ulug' qilib, ser farzand, ser davlat qilib sinagin. Shular qatori Allohim Sardor og'amni ham Allohim tani joni sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham Allohim o'zini panohingda bo'lsin, martabasi yuksak bo'lsin. Allohim yuzlab insonlarga hamisha yordam qo'lini cho'zgan og'ajonim Allohim tani jonini sog' qil, umrini uzoq qil, hamisha o'z panohingda asragin. Yaxshiga yondashtirib, yomondan uzoqlashtirgin. Ihsonga sababchi bo'lgan Azbi akamdan ham, Boburjon akam jamiki insonlarni Allohim o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'z panohingda asragin. Yaxshi ko'rgan, sevgan, suygan bandalaring qatoridan ayirmagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, to'g'ri yo'lingni adashtirmagin. Allohim bu dunyoda qilgan har bir ezgu, yaxshi amal ishlarini Allohim u dunyoda jannatda quradigan qasr uylarini bir poydevori qilgan, jannatlar bilan siylagin. Allohim payg'ambarlarimizga qo'shni qilib qo'ygan Robbim, ey mehribon zot, Qodir Allohim, ihsonga hissasini qo'shgan jamiki insonlarning qalblaridagi go'zal orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgan. Allohim Sardor Bey og'ajonim Allohim hamisha panohida bo'ling og'ajonim. Ihsonga sizni qo'shdingiz, joningiz sog' bo'lsin og'ajon. Allohga qasam, o'lgunimgacha haqqingizga duolam og'ajonim. Sizga farzand o'stirgan sizning ota-onangizga rahmat. Sizga sababchi farzand o'stirgan og'ajonim. Hamisha Alloh taolohim yuzingizni yorug' qilsin, yuzingizni issiq, so'zingizni o'tkir qilsin. Erkak boshingiz egilmasin. Qodir Alloh do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Parvardigorim, mehribonim Allohim, qayerda bo'lsangiz ham Alloh panohida bo'ling og'ajonim. Rabbana atana fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohim birlaringga ming bersin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Allohu akbar. Sardor og'am, og'ajonim rahmat. Allohim yerdagi elchisi rahmat, Azbi aka rahmat, Sardor og'a rahmat. Bir ataganim bor, ozmi ko'pmi, hozir mana telefonimda yerdan hozir kartangizni zapisi oldim turibdi. Egardan keyin $500 o'zim tashab qo'yaman. $500. Joningiz og'ajon, undan ortig'ini qildi Sardor og'am rahmat. Og'ajon bunchani joningiz hamma yana bitta deyapti. Hamma taxmin bitta gapiradi. Rahmat, Allohim yerdagi elchilar rahmat. Sen haydamayapsiz. Buncha odamni bosmayapsizlar. Yuraydan taylamayapsizlar. 5 mingdan taylasang 50 million bo'lib ketadi 10 ming odamni. Jon akalar, ham e'tiborli. Bir sal mayli, bir raund mayli. Bir raund sizlar nima desanglar, xalq qulimiz biz. Bir raund ketdi xalq istay talablari uchun. Bossing. Rahmat azizlarim, rahmat. Rahmat.